الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كتاب العتق قل أزد قلش بلما elbette kul azat kılış hadiramda kul bulmagan ekan hozir angi hayotimizda biz duch kelmaydigan bir ish lekin ilgariki zamonlardagi islom shariati qanday bartaraf qilib qanday belgilarini qo'yib islom fuqarolari qanday ijtihod qilib qanday qarashlarda bo'lgan shuni tushunib o'tishimiz lozim. Albatta qulni azat qilishga islom targ'ib qilgan nurul ishlarni qul azat qilishga chetib qo'yib erkinlik yo'lini ichib o'tgan. Al-itqu lug'at ma'nosi at-tahrir degan ma'noda. Azat qilish deymiz. Yoki at-taxlis, at-tahrir qulluq oldidan qutuldirib azat qilib qo'yish bo'ldi. Shar'an istilohiy ma'nosi tahrirur raqiq min ar-raqs. Kur'an-ı Kerim'de bu Fetahrir Raqaba dekildi. Azat qilish ya şu so'z keldi. Ve nazaru fi hadal kitab. Endi biz ma kitabul atqni hozir bo'lmag'achqa qul masalasi. Siz o'qib o'tamiz. Mururul kiram dekildi. Ve nazaru fi hadal kitab fi man yasihhu atquhu ve man la yasih. Mush bölümde qanda adamlar kul azat qilsa to'g'ri bo'ldi, qanday odamni kul azat qilsa to'g'ri bo'lmaydi. Va man yalzamuhu va man la yalzamuhu. Qanday kishilarni kul azat qilish kerak bo'ladi, qanday kishilar kul azat qilmasin bo'ladi. Masalan, nurg'un kapparatlarda kul azat qilishda g'ashloqo, adam o'tirsa zahar va unday kapparatlarda. Ani bi shara, ya'ni shariatda qanday kishilarni kul azat qilishi kerak bo'lib qoladi. Buni bahs qilamiz. Va fi al-fadil atq azat qilish uchun ishlatilgan iboralarning tafsilotida to'xtalamiz. Va fil ayman bihi qul azat qilish so'zi bilan qasam qilgan. Manda ish qilib qasam qulim azat deb qasam ichgan ahvolda. Va fi ahkamihi qul azat qilishning ahkomlari haqida va fi shurutul waqi'at fihi qul azat qilishda تبلش كرك وغن شرلا أسدات وقتلماس ونحن فإنما نذكر من هذه الأبواب ما فيها من المسائل المشهورة التي يتعلق أكثرها بالمسموع ما كتب من كأس من نجده آيات وحديث لهم بواسطة مناسبة وغن مسألة بحث المزجن مش منهج بوجه ما مزمش أشندا مسألة إنك مشهور لنا بحث الأتماس هم ما تفصيل مسألة كرميماس فأما من يصح عتقه qanday kishilarning qul azat qilishi to'g'ri qoidalik bo'ladi degan masalaga kelsak fa innahum ajma'u ala annahu yasihhu atqul malik at-tamil mulk ash qulga ega bo'luvchi qulni azat qilsa bo'ldi at-tamil mulk egisi ash qulga to'liq ega bo'lishi kerak. Yerimi ega bo'lgan ya shirik bunday desa u to'liq azat qilib o'tmaydi. As-sahih deganimiz tani sog'lom, kasal emas holatda. Ig'ir kasal bo'lib qolgan holatda kinoda o'lib ketib qolsa, azat qilishning to'g'ri emas degan ish bor. Demak, sog'lom holatda yig'inda ittifoq. Ar-rashid aqli joyida bo'lish kerak. Saram, matu bu kishilarningki to'g'ri bo'lmaydi. Al-qawi al-qawiyul jism jismi sog'lom kuchli holatda bo'lgan demak. Unda emas bo'lsa desa ixtilof bor. Lekin mushoratda ittifoq bor. Al-g'ani boy kishining ya'ni kambag'al yo'qsil holatda birlar qilib olgan bo'lsa, shuni azat qildimizcha hisoblamdi ixtilof bor. Demak, yuqorida mushunda ahvolda bo'lsa ijmoan buni azat qilishi qonunliq joiz bo'ldi deymiz. Undan boshqa yuqori qadar bo'lmay biror masalada boshqalar qilsa ixtilof bor. Vaqtalafu fi addi man ahata ad-daynu bimalihi. Al-ghani degan so'zga mana azat chiqmasini keldi. Bu bayonmay
lekin qazi bo'g'lab ketgan bir odam bo'lib qoldi. Qazi bo'g'lab ketibdi. Qo'lni qilib ekan, pulni azat qildi. Pulni azat qildi. Azat qilish to'g'ri bo'lamdi? Bunday qilibpa. Va fi itqil maridi va hukmihi. Ya'ni kasal kishiningki qul azat qilishi to'g'ri bo'lamdi? Bunday qilibpa. Famma man ahata ad-daynu bimalihi. Endi qarzga bo'g'lab ketgan bir odam bor. Butun mol-mulkini to'lasimi qarzni to'lab bo'lmaydi. Lekin qul ekan buni. Qul bo'lsa, shu holatda qulni setib pulni to'lashning o'rniga pulni azat qilayotgan deb bilan quldan qutulmoqchidir. Fa innal ulama ixtalafu fi jawaz i'tiq. Mushuning azat qilishi joiz bo'ldimi, bo'lmadimi? Hisob emasmi deganda ixtiloflashdi. Faqala aktaru ahli Madina Malik va g'ayruhu la yajuzu zalik. Bular buning azat qilgan quli hozir hisob emas, la yajuzu zalik degani kuchga ega emas. إمام أحمد ما إمام مالك بن بالله وبه قال الأوزاعي والليث وقال فقهاء العراق من العراق فقال لنا إمام أبو حنيفة إمام الشافعي لبا وذلك جائز حتى يحجر عليه الحاكم حاكم bunun tasarruf qilish huquqini cheklaganiga qadar ta'zim bo'lib qolgandan keyin masalan chiqrab pul haydaydigan kishida huquqini to'sab qo'ymizmi? Shunda hukm chiqargan qadar u o'zining mulki bo'lgandan keyin azat qilamdi, qilmamdi o'zining ixtiyori, kuchga ega debdi. Va zalika indama yara at-tahjir minhum. Ba'zi olimlar shunda ahvolda ta'zim bo'g'ilib ketgan ahvolda buni hajr qilish kerak deb qaraydi. Imom Abu Hanifa hajr qilmaymiz degan, shunama Imom Shafi'i qilamiz degan. وقد يتخرج عن مالك في ذلك الجواز قياسا على ما روي عنه في الرهن أنه يجوز. يتخرج جنة بالقنش كتم تبتكتو تخريجا يعني إمام مالك من مش مسألة إنه برسوز يوم لكن رهن قويش مسألة كاج بغلب كتكم بركشة özünün isim مثلا ينفن يا كبر كمبيوترنا بجا رهن قويب إمام قيس بولامدو ديgan مسألة İmam Malik ra'ni qo'ysa hisob deganda. Ra'ni masalasi hisob deganiga qaraganda biz masalada İmam Malik mo iga deb qaraydi ekan desak bu tahrij bo'ldi. Bu shunda tahrij qilib qolsak ra'ni masalasiga qarab turib kuchga ega degan gapni chiqib qoladi İmam Malik. Undan keyin tahrij qilsak İmam Malikning nimasiga zid keldi. La yujuz deganga kuchga ega emas deganga zid kelib qoladi. في الرهن أنه يجوز وإن أحاط الدين بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم. حاكم هنا تصرف قيسكن شكل قيمة أهوال بالله رهن قيا ليته ديجان مسألة قرصة بيادمو كاز بغلب كتكادم الأزط الله ليدو حساب دينية çıkıdı de. Demek bu jubur kılaram da alimlarının qarashları, çıkıl qarash çıktı. Ve umdatu men mena'a itqahu azat qılanmaydı deganlarning dalili İmam Malik ve Ahmad, Avza'i ve Leythlarning anna ma lahu fi zalika al-hal mustahaqqun lil-ghurama. Bunun qul ilgirga pul mal hammasi qarz egilariga to'lab berish kerak bo'lgan narsa. Qarz egilarining haqqi bu. Buning egisi boshqa chiqib qolgandek hozir. Xuddi qo'lda pul bo'lsa, qarz egilariga to'lamaydan bu siz berib o'tgandek ish bo'ldi. Yoki Alloh yo'lida xayr etgandek bo'ldi. فليس له أن يخرج منه شيئا بغير عوض. لكن قازلارning haqqi shunda chetib qolganki bu qulga uni badalsizlar unda Alloh azab qilasi bo'lmaydi debdi. وهي العلة التي بها يحجر الحاكم عليه التصرف. Hakim pul xaylamaysa deb hajr qilgandimi dal shu maqsad uchun qilibdi. Boshqaning haqqini bermaysan pul boshqa xaylatib qolsa deb cheklagan taqdirda. Wal ahkamu yajibu an tujada ma'a wujudi ilaliha. Ahkam degan illati bilan bilmanish kerak. Ya'ni al-hukmu yaduru ma'a al-illati wujudan wa adaman. Wa tahjiru al-hakim laysa bi'illatin. Hakimninki o tasarruf qilish huquqini cheklab qo'yishi u illat emas. Asli illat qazilarning pulini bermay turilish, bermay boshqa yerga sarf qilib o'tish masalasi. Va innama huwa hukmun wajibun min mujibat al-illa. Asli illat masak qazilarning pulini bermay turilish.
Bu bir illet. Endi hacr qilish nereden kelsa, aş illet sebebinin kelgan narsa bo'ladi. Kelgan hukm. Fala i'tibara bi wuqu'i. Undan ekan hajr al-hakim bilan munosabatimiz yo'q. Qo'ldagi hisobni qazilarga bermay, qanday haqni qaytarmaydan qo'ldan chiqaritish mushu illat deymiz. Va umdatul fariq al-thani, ikinci grupdagilarninki dalili İmam Ebu Hanife ve Şafi'i'lana أنه قد انعقد الإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها ولا يرد شيئا مما أنفقه من ماله على نفسه وعياله حتى يضرب الحاكم على يديه منه. Bularda icma'an biz ittifaq. Bunun dedik olab qalsa, dedik bilan birga bozuldu bu. Tamam? Yani qaz bo'g'lab qolgan, masalan 1 million qaz bor. Peki uy var, uzun dedik var mesela. Ançunca biraz gün koyanda pul var mı? Tamak yediren. Tamam ki tamak ne seti varsa, dedik öyle bildi olsa, buludu da hemen ittifak değil. Ve yahbila diyen dedikini eğrek koysa mesela. Ta ki hakim sen takat pul hecimeyse da aşı pulunu sen tutuğun değil. Pul hecim koymaydıgan aşında bir hüküm çıkarın kadar. Bazarda münasebetler go'sht esirib mesela, yemek içmek esirib qilalaydi. Yemek içmek uchun, o'zining turmush uchun xaziyan pulini yo'q sen buna go'sht setib olsang, non setib olsang bo'lmaydi, bu do'konga to'lab qo'ygan pulni yondirib bunda qilmaymiz deydi. Mushuni ittifoq to'qlaydi. فواجب أن يكون حكم تصرفاته هذا الحكم. Undan keyin pul azat qilishimi biz erkin qilish kerak. Mesela yanında 50 koy varken onun 1 kilo go'sht yaptı. Biz dükkanımı görüp bu go'shtni qaytirib turib tashlab, 50 koyni sarayın chiqimida bu so'zni bekor qilib o'tib buni qilmaydi. Undan keyin pul varken bu pulni azat qilib o'tibdi. Buni biz chekmaymiz deydi. Xuddi endiki pulni go'shag'anda ish bor. Ha. Buni shunda qiyos qildim. وهذا هو قول الشافعي مشو إمام شافعي نصوزين إمام شافعي إمام أحمد ما إمام أبو حنيفة ما جند قريب ولا خلاف عند الجميع أنه لا يجوز أن يعتق غير المحتلم ما إشكالي مثلا قل أزاد قلدغان كشي بالغ ولش كريب bir sebi balına olsan, bazıları bir yetim bal değil, bazıdan kapağın kulları var ki. Bu kişi kala kullarım azat dese hesaplanma, hesaplanmaydı. Mâlem tekun vasiyeten minhu. Mâlem tekun vasiyeten minhu diyen bu kişi kala mülkiyetli kubab, sekret çıkmağın çağda müşrik kullarına azat kılıvattan olsan, icra kılanlar da vasiyet kılan olsa, o çağda hesaplanır. Ne için? Hayat vaktida saq çağda hesaplanmay, ölüp gitgan çağda hesaplanmaz. Çünkü bu kişi kılanın bu hayat yaşayan çağda mal-mülki lazımlıkta. Ondan o kişi valla ahvadı oylamayla da kısaldı edip onun mal-mülkini qo'llaydi. Yani bu dünyada kelgan bo'lgan ekan, o qullar mal-mülki lazım bo'lmaydi. Ondan dünyada kelgan bo'lsa o chaqda mayli deb, bunga axirat asqatada o chaqda hesaplanamiz. Demek vasiyet qilgan ahvolda kişi qola hesap. Vasiyet qilmagan ahvolda uningki azat qilish hisoblanmas. Va kadalika mahjur hakim pulni hajlashni cheklab qo'ygan, hajr qo'ygan, ayni bag'araz kishi emas. Safih, matu, saran kishi bo'lib qolsa yoki qaz bo'g'lab ketib hajr qilgan bo'lsa, pul azat qilishi to'g'ri bo'lmaydi deydi. ولا يجوز عند العلماء عتقه لشيء من ممالكه. عتقه degan عتق صغير demakchi mana صغير val mahjur deyiladi. Mahjur deganimiz aqli joyida bo'lmaydi, saram yoki matu kishi bo'lib qolsa, yoki kishi bola bo'lib qolsa, buning qullarni azat qilishi kuchga ega emas, wala yejuzgina kuchga ega emas. Bu joiz degan so'zni hech qilmaymiz. Bizse durust oldu, bu denge. Yani bizse küçük ege emas. Caiz denge. İlla Maliken ve aksara ashabihi. Fakat İmam Malik ve köprek şagirdleri
bular ummu valadi bo'lib qolsa, ashun azat qilib qolsa kuchga ega debdi. Demak, mahjur deydimi? Ha? Mahjur kishi. Bu endi cho'ng odam bo'ldi, mahjur. Sal-saram daltadan bo'lib qolsa, hajr qildi. Sen pul mulkini sen tasarruf qila olmaysan. Uy sodisa, cho'ng savdo qilib azat qilish, bu sunnatin bizning birikda ishtingni qila olmaysan. Hisob emas, deb hokim shunday hukm chiqargan bo'lsa, u hech qanday qulni nima qila olmaydi. Lekin Imom Malik, Allohning Imom Maliklar agar ummu valad bo'lib qolsa, mahjur kishi, hajr qilingan kishi dedik olab, u dedikidan bir farzand ko'rgan bo'lsa, shu ummu valadni azat qila oladi. O satanmagan ekan. Satanmaydi aslida. Va ammal maridu endi yuqorida as-sahih degan to'g'ri. Saqadan qul azat qilsa hisob. Endi kesalidan qul azat qilsa, fal jumhuru ala anna itqahu in sahha waqa. Kesal holatda turib bir qulni azat qildi. Azat qilgandan keyin saqib qolsa, in sahha degan keyin g'achda sallamada saqib ketib qolsa, waqa dedi. Shu kuchga ega. Kesal chog'da azat qilgan qulni hisoblash. Azat qilsa kuchga ega bo'ldi. Va immata, lekin saqaymaylar o'lib ketib qolsa, kana min as-sulus. Vasiyat hisoblar 3dan 1 doirasida amal qilmaydi. 3dan 1 jiqib ketsa hisoblanmas. Wa qala ahlu az-zahir, zahiriylar debdi, va mislu itq as-sahih. Kesal kishimi azat qilsa, saq odamga o'xshashlar kuchga ega bo'ldi deb qarabdi. Demak, adamiyada jumhur bilan zahiriylarning o'rtasida ixtilof bo'ldi. Wa amratul jumhur hadis Imron ibn al-Husayn radhiyallohu anhuma anna rajulan a'taqa 6 a'budin lahu. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda bir kishi 6 qulini azat qilgan. Bu Sahih Muslimda o'tgan hadis. Bir necha qatim bizning oldimizda o'tdi. 6 qul ekan, 6 quldan boshqa hech narsa yo'q ekan. Lekin qarz var ekan bana. Shuni qanday qildi? Chek tashlab Rasululloh 6 qulga. Ikkini bir tarafga ayirib, to'rtni bir tarafga ayirib, ikkisi azat, 4 qul. Demak, 3dan 1 doirasida azat qildim deganda kuchga yiqildi. Lekin zahirning dalilini akamoqdamadi. Wa amma man yadkhulu alayhim al-'itqu kurhan yoki karhan. Endi ba'zilar mecbur azat olib ketganlar bor edi. O'zligidan azat olib ketib qolgan ahvol bor. Karhan ya'ni kurhan mecburi, yani qahran. Fahum thalathatun 3 turli kishi o'zligidan azat olib ketib qoladi. Man ba'adal itqa. Mesela bir kişinin kolda bir kulu var. Kul bo'lgan bo'lsa, qulimning yarmi azat deyapmiz. 3dan 1 azat degan bir ahvol bo'lsa, bu 3dan 1 degan bo'lsa, ya 20 degan bo'lsa, butun azat bo'lib ketadi. Chunki bir insonning unda 20 azat, 20 qul degan mumkin emas. Cho'qim to'liq azatlikka qarab ma'noda. Va hada muttafaqun alayhi fi ahad qismayn. Mushunda ahvolni biz 2 qismga ayirsak, 2 qismning birida olimlarimiz ittifoq. Ya'ni birisini 20 azat degan bo'lsa, u majburiy to'liq azat bo'lib ketadi. Degan to'liq azat qilishdan biz qaysi sekil qilamiz? Bu tafsili bor. Ammo zada to'liq azat bo'lib ketmay shari yo'q. Buni 2 qismga bo'lsak, bir qismida olimlar ittifoq. Bu 2 qism hozir keladi. Vasnani muxtalafun fima. Oyada salasatun dedigan birisini man ba'dal atqdi, endi 2 qism qoldi. Endi 2 qism qaysi esa bunda ixtilof bor. Birinchisiningki 2 qismga ayirgan bo'lsa, bir qismida ittifoq. Endi qolgan 2 qismning har ikkisi ixtilof bor ekan. Bu 2 qism qaysi? Va huma man malaka man ya'taqu alayhi va man mathala bi 'abdihi. Birincisi man ba'dal atq. Bu tugda. İkincisi man malaka man ya'taqu alayhi. Bir shaxs masalan o'zining onasi yo dadasini bajardan setib olgan bo'lsa, balki xudoya uqmaydi emas, bilib bilmaydi.
Bazavar kullanmakçı da ya dadisi onu düşürüp kaçtı men alınmışında plan setip aldım. Setip alınca azat kılaman demasımı özlükün otomatik azat oluyor. Ya kumay elip kimda karışa bizden dadisi ki ona azat kıldım demasımı otomatik azat oluyor. Men meleke men ya'taqale degan osh qo'lga chizlam otomatik azat olup ketgan kishini igolab qalsa, bu ikkinchi turi. Hem üçüncü türe ve men mesela bi abdihi. Kulu var, kulunu masal ya bunu kesvetti ya ki kulunu kesvetti. Cezalaymandan sonunda gap anlamadan ya maaşın joyida qilmadan urib tilida shulovi qattiqroq jazo qilib uning bir yerlarini kesib qolsa, o'chaqda azat demismi azat bo'lib ketadi. O'zining qulsa lekin o'zining qulni unda badanini kesib qiynash ruxsat yo'q-da. Kısas kıldı. Bu hilafi meseleler ki yani bir mezhep kısas. Cumhuriyet gelirken ben. Nefs bin nefs. فأما من بعد الإعتقاء فإنه ينقسم قسمين. في أحد قسمين ينتهي عند قسمنا بيان قلوبنا. Kulubunun 20 azat, 50% azat diyendek bir ahval olsa bunu iki türlü ayırmaz. أحدهما من وقع تبعيد العتق منه وليس له من العبد إلا الجزء المعتق. Bir kişi mesela 50% azat kılımdan diyen olsa, bu kişi asli şu kulun 50%'igi iddiaçılık bakın. 50% yani bir adamın kulu diken. Yani bir kuluna işkenen şerik yaptı ki. Nalki özünün iddiaçılıkdaki şu persentle azat kıldı. Bu birinci türe. Yani a'taqa nasibahu faqat denir. والثاني أن يكون يملك العبد كله. İkinci türe şu kulunu tuluq ega bununla. Şu kul özünden kular. ولكن بعد عتقه اختيارا منه. Lekin öz ixtiyari holatda 50% ya 20 azatda qarshilab turadi. فأما العبد بين الرجلين yani birinci kısmı kelsak, bir kulga ikki odam egasi, shirk olibdi. يعتق أحدهما حظه منه 50% من نسيبته من زمن نسيبنا أزد قلوبتهم ده. فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ذلك وهذا اختلاف فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إن كان المعتق موسرا قوم عليه نصيب شريكه قيمة العدل 50% mantava nesiba azat degan bo'lsa, lekin mushu azat qiyuvchininki qo'l ilkida pul badi, baydan kim bu. Ash qulda boshqalar shirkan, lekin undan boshqa mamlukki bor ekan. Unda bo'lsa, yana bir shirkining hassini biz bog'laymiz. Ma qilmasdan 100 ming ko'yluk qildi. Ma 50 ming ko'yluk nasiba azat qilatimman. Shirkimning nasibasi 50 ming ko'y, tamam? 50 ming ko'y kep qoldi degan ekan, bundan 20 azat qilgan 50 ming ko'yni shirkimga beritib, başından quldiki haqqini deb uni rozi bo'lib, qulni to'liq azat qilsin ba'zi. Va 50 ming ko'y masalanmi bir azat qilayotgan bu shirkning 20 haqqi bo'lgan ekan, yana 50 ming ko'y chiqarib to'liq azat qilaman. Quvima alayhi nasibu sharikihi qimatal adl. Qimatal adl degan aşkını biz baz bunu bahalaş için bazanın ahvalını bildiğin adamın çıkkını eklep yahkumiye devam edilen mümkün dediğim çıkkının eklep baza mutahassislerden muş kunlardır baza sağsa neşkil kalır da bahalatınız bahalatsak yerimine bazı koğan iken yerimin bağısının şirkin bölümü olursa yerin ilgisi razı olsun ya o kınalı kepten ya çok mu mecbur alınır bunu. İr azat kılıdığından dapkası. Şirkim azat kılıdığında men azat kılıdığından dapkası oldu. Leki azatman o pulazıda azat kılıdığından halde mağaz dapkası. Elini yapınır mağanan gel. Fedefa zâlike la şerikihi mana. Pulni bir do ve ataqal kullu alayh. Lakin şirkini azat kılganken 100% uz to'liq azat qilgan bo'ldi. Ve kana vala'uhu lahu. Bu çağda azatgarlik hukuki aç kişi oldu. Yani to'liq azat qilgan ekan, o'zidan azatgarlik bo'ldi. Ve in kana al-mu'tiqu mu'siran, bu azat qilgan odamning shu qildi 50% qilan balkim boshqa puli yo'q ekan. Namoyat kishi ekan. Azat qilib qo'ydi.
lem yelzemu şey'un. Ama ona pulning yerim pulini bir yerden tepang qazirib onu madamni razı qilmaymiz. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Ve baqiyal mu'taqu ba'dahu 'abdan. Endi 50% azat qilinib ketgan qul qandolat qilganda qul alat qilaverdi. Ve ahkamuhu ahkamul 'abd. Qulning hukmini elaverdi. Bu bütün uyda qilingan ya u tafsirlantiribdi. Ba'dahu mu'taqu qul yerim azatlar baqiyal mu'taqu Uçadı qul alat qilgan. Azat bo'lmaydi. وقال أبو يوسف ومحمد أبو حنيفة صاحبه يقول إن كان معسرا سعى العبد في قيمته للسيد الذي لم يعتق حظه منه. 50% azat qilayotgan kishi qul ilkin minasi yo'q ekan. Shirkini razı qilayotsa minasi yo'q. Qanday chora qilamiz desa, qul yana bir shirkka ishlab turib, yana bir shirkning 50 ming ko'ra raqobat bo'lmas. Şu 50 ming ko'yga loyiq ash xo'jayinga ishlab turib uni razı qildi. Sal abdu fi qiymati 50 ming ko'y qimmati qolma. Şu 50 ming ko'y qimmati uchun yana bir xo'jayinga ishlab turdi. Allazi lam yu'ta haddahu min. O'zining nisbasini 50%ni azat qilmay turib olgan odam. Ya ishlab turdi ash qul. Mesela bir kul var, xo'jayin var. Bir xo'jayin 50% haqqini azat qilyapti. Endi azat qilayotganda endi mana shirkingizga 50% pulni berib, 100% azat bo'lsin desak, bu odamning qo'lida pul yo'q ekan. Qanday qilmasa Abu Yusuf bilan Muhammad o'tdi. Bu odam o'zining nisbasini azat qildi, boshqanda qo'lida pul yo'q bo'lsa biz narsa talab qilmaymiz bu. Endi mana pulidan bundan o'tirdi, chetishib qoldi. Bu ishkadan bir taraf qilinadi. Qanday bir taraf qilinmas? Mush 50 ming ko'ylik haqqi uchun mush qul va xo'jayinga ishlab turdi. Muqaddam bo'lib ketganda, muqaddam emas. 50 ming ko'ylik ishlab bergandan keyin uning haqqi tugadi, uning bu to'liq 100% azat bo'ldi. Bular shunday chora o'ylab chiqdi. Va huwa hurrun. Endi yuqoriga qarash bilan ma'lum farqi, hozir buni bir qanday qilib biz azat qilish tarafda. Bu azat İsa'da ishlab turdi, yollanmıştı, ishlab bo'ldi. Va huwa hurrun yawma a'taqa haddahu minhu. Yo'q, 50% azat qilingan kundan tortib bu hur hisobda. Lekin ananing madga ishlab turdi. Minhul awwal. Birinchi odam o'zining nasibasini azat qilgan chaqdan tortib hur bo'lib ketdi. Va yakun wala'ul awwal. Am buning azatgarlik huquqi dastlab azat qilgan bo'ldi. Chunki ma'lum ixtiyoran buni azat qilinish yo'lini ichmagan bo'ldi. Ha, ikkinchi odam niyati yo'q, majburamda o'zining haqqini ishib elishga majbur bo'ldi. Navonkin azatgarlik huquqi mushuni bo'ldi. Birinchi azat qilgan kishiga. وبه قال الأوزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى وجماعة الكوفيين مسلمون همسة أشقرشنا إلا أن ابن شبرمة وابن أبي ليلى جعل للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر. وش كلام ده؟ أشبر قرشنا تشتو. لكن من دبر أهل ولا قاسر. Birinci qatam yerim qisman azat degan adam yana bir shirkini razı qilish uchun pul bersa pul yo'q. Lekin pul yo'q deb uni bo'pti mayli deb qo'yib, ikkinchi xo'jani ishlab beramiz deb qo'yib, ishlab berib davomlashayotgan chog'da keyin birinchi xo'jayin boylab qo'ydi. Boylab qolsa, ishlab bergan bakar u jadal ishlab ketdi bo'ldi. İşlab ketgan shartini birinchi qatam azat qilgan kishidan tul to'ldi dedi. Yarja deganga ashundan tul to'ldi. Mata aysar. Qachon qo'li pul chiqib qolsa, men bir shirkim bo'lgan, yani bir xo'jayinga 5 yil ishlab ketgan. 5 yil ishlab ketgan ajobat atgan shartini bergan deb shunday bo'ldi. Lekin bu ashunda xatir va bo'lgan bilan, lekin buning savobini jumakat. Bir qul azat qilib qolsa, ash qulning har bir badani, bir qo'li masalan, bir puti, bir barmoqqa qarshiligida azat qilishiningki, bir qo'li, bir puti, bir barmoqini o'tdan, yani do'zaxdan azat qiladi degan hadis bor.
Nalki bu anda şunda bir faziletli keş. Şunun qatta da avarçılıqımı cepasında. Ve amma şerikul mu'tiqi فإن الجمهور على أن له الخيار في أن يعتق. Anda azat qilgan kishininki shirki vardı. Bu shirki bir ahvolda yerim pulni shirkidan ilpam kesishga majbur. Yani bir ahvolda pul ishlab turdi o. Nima? Yani buni tanlash va erkinligim bormi bordir oldida. To'plam uchun shirki o'tirish shirki olgan pulni yerimni azat qiladi. Bu odam qanday qildi? Tanlash erkinligi bormi bir qancha bir tanlash nimasi bormi desa, ko'pchilik olimlar anna lahu al-khiyaru bi an yu'tiqa ya azat qilishni tanlasin bo'ldi bu. Aw yuqawwima nasibahu ala al-mu'tiq yoki o'zini nisbasini baholtib aqlni bergan deb asl. Ya'ni azat qilgan kishi boy bo'lgan ahvolda. وقال أبو حنيفة لشريك الموسر ثلاث خيارات. azat qildi bir qo'lni yerimini. Lekin bu kishi boykan. Lekin shirk endi o'tirib qilni azat qilayotgan shirkka boyga ahvolda buni oldin 3 xil tanlash bor edi. Ahaduma an yu'tiqa kama a'taqa sharikuhu. Shirkim azat qildi, men azat qilyapman desam bu bir tanlash. Ve yekunu al-ala'u beynehuma azat qildi huquqi ikkilan teng bo'ldi job. Ve hada la khilafa fihi beynehum. İlgirki alimlarni bunu ittifaq. Shirkni azat qilsa bu ikkilaylarida o'ttirdiki shirk bo'lgan buni azat qilayotgan bo'ldi. Bunun talashlar shu. Vel khiyaru thani an tuqawwam alayhi hissatuhu. Bunun nisbasini bağlaymiz. Şu nisbasini azat qiluvchi to'lab bersin bo'ldi. Cumhur yuqorida shunday degan, tamam? Bayolablarga ahvolda to'lab turdi degan. Bu ittifoq asosi. Bu tanlashni tanlab qolsa jumhurlar ittifoq. Ve thalithu an yukallifa al-'abda as-sa'ya fi dalik. Üçüncü tanlash unda qulma ishlab bersin. 50 ming ko'ylab qimmat 50 ming ko'ylab ishlab turib bundan keyin yo'lg'on so'ng deb tanlash. İnşa yani xolisa demakchi. Shu yuqorqi 3 tanlashning birini tanlaydi. Ve yekunu al-wala'u beynehuma. Bu chaqda 3-chi tanlashni tanlagan ahvoldami azatgarlik huquqi ikkilanga teng bo'ldi debdi. Ve lis-sayyidil mu'tiqi 'abdahu 'indahu yani 'inda al-imam Abi Hanifa idza qawwama 'alayhi sharikuhu nasibahu an yarji'a lil-'abdi. Yani İmam Abu Hanifa bundan qarshi ekan. Shirkining nasibasini 50 ming ko'y deb bir bağlıdır, tamam? Bağlığından keyin azat qilgan kishi, buna degan azat qilgan kishi 50 ming ko'yni shirkiga berib, qulnamda men sen uchun 50 ming ko'y to'ldim ona. To'liq azat bo'lishim uchun 50 ming ko'y mana ishlab bersin. Bayataqqa yuqorida o'tgani ashirk ishlab turishdi. Hozir shirkiga 50 ming ko'y pulni berib rozi bo'lsa 50 ming ko'y mana ishlaysan. Sen azat. Yerimin azat, yerimin aksida. Ve yekunu al-wala'u kulluhu lil-mu'tiq. O çağdandan dastlab azat qilgan kishiga azatgarlik huquqi bo'ladi. Ve umdada Malik ve Şafii hadis ibn Umar radıyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala men a'taqa shirkan lahu fi 'abdin. Mushadisda bir qululab bunda bir neçeden shirk olgan bo'lsa, o'zining shirkchilik doirasiga nasibasini azat qilaversa, 3dan 1ga, 4dan 1ga, 20 ga shirk olgan bo'lsa, o'zining haqqini ham azat qilayotgan bo'lsa, va kan lahu malun yablughu thaman al-'abd. Ashu pulning butun bahosini to'laydigan shaklda qo'lda hisob bo'lsa, quvvima alayhi qimatul 'adl. Uni muvofiq baholab o'qilni, undan ashriklarni haqqini to'laydi deydi. Biz yuqori degan gapi shu. Fa'ata shuraka'ahu hissasahum. Shuni baholagandan keyin u shiriklarning haqqini to'laydi. Va ataqa alayhi al-'abd. Shundan u quli ashuning qo'lida turib ham azab bo'lib ketadi. Ya'ni ashu azab qilgan hisobda bo'ldi deydi. Qulni ashu azab qilgan hisobda bo'ldi. Ve illa fakat ataqa minhum ma ataqa.
unda pul bo'lmasa lahu malun yablughu tamanul abd dugo bütün pulni to'laydigan iqtisodi bo'lsa dedi. Unda bo'lmasa bunun 50% azat qilgan bo'lsa 50% azat olib unda qoladi. وعمدة محمد وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة ومن يقول بقولهم عند إنجي قرشكنا دليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا له في عبده شخصا له في عبده شركا له في عبده يبلغ شو برقدك نسيلسنا azat qilgan kishi faqalasuhu fi mali uni to'liq azat qilishi shu kishining malini sarf qilib azat qilinadi. Imkon lavmat qilib qolsa pul to'lab qolgan qismini azat qiladi shirkni rozi qilib. Fa illa yaqullahu malun qisar bo'lmay qolsa istasal abdu g'ayra mashkukin alayhi u chaqda pul ashuni ishlab birdi. İşlep berib o'zining qolib qolgan yerimini azat qilishga tirishadi dedi. G'ayra mashkukin alaydigan unga agar jafosanmagan holatda naqlamaysiz. Va kilal hadithayn kharrajahu ahlus sahih. Mush ikki hadisni sahih hadislarni rivoyat qilgan imomlar kitoblarida rivoyat qilgan. Bular Buxoriy, Muslim va boshqalar bor edi. Hozir ikki qarashchilar ikki sayyidisine keldi dedilar. وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ قَوْلٌ فِي تَرْجِيحِ حَدِيثِهِ الَّذِي أَخَذَ بِهِ. Her bir qarashchilar biz bu hadisni tutdik. Bu hadisni tushunishga tanlashimizga sabab ma'voda o'zini ko'rsatgan bahonalar bor. Tayangan dalil farqlar bor. فَمِمَّا وَهَّنَتْ بِهِ الْكُوفِيَّةُ حديث ابن عمر رضي الله عنه أن بعض رواته شك في الزيادة المعارضة فيه لحديث أبي هريرة. يقولك حديثنا بعض اسمه بربرجز كيف قلنا تربوا. كوفية كوفة أهل أبو يوسف محمد أشولا جمهورنا تايمغان ابن عمر رضي الله عنه حديثنا عاجز قربته وهنت به. bir nimaga tayinib turib sizning hadislarni ajiz deb turibdi. Nima bu dalilinglarsa shuning ba'zi raviylari shaq qilib qolgan. Hadisni rivoyat qilgan Ibn Umardan rivoyat qilgan ba'zi raviylar shaq qilib qolgan. Fi ziyadatul mu'aridati fi li hadith Abi Hurayra. Abi Hurayraning keyingi hadisiga zid kelib qolgan bir jumla so'zda shaq qilib qolgan raviylardan birisi. U jumla so'z qaysi? Eng oxirdagi va illa faqad ataqa minhum ataqti. Mush qismi Abu Hurayraning hadisiga taqsh qolgan qismi. Mush qismini raviylardan birisi shaq qilib rivoyat qilgan tarbi bor. Undan keyin biz ikkalasini jamlaydigan bo'lsak, ma ziyadani tashlab tutsak, raviylardan shaq qilgan ziyadani ikkalasi chiqishishdi. Dam uygun keldi bir-biriga deb turibdi. وهو قوله هنا وإلا فقد أعتق منهما عتق فهل هو من قوله صلى الله عليه وسلم أم من قول نافع. عند راوي لادن أيوب تجن راوي مش جملة رواية كشتا شك قان رسول الله من سوزمو و أشهدستان أيغمو يا كي راوي لادن بسه أشهد رواية كلب مثل نافع رواية كلب فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد برتوقت حديث تقدير üzerden yeniden teter وإلا فقد أعتق منه ما أعتق تذكران بوسا onu anlayan Eyyub bu Nafi'nin sözü mü ya ki aşı Resulullah diyen hadisinin ahırı mı ben taze bilinmeye kaldığında şak kalgan. Ve yine fi alfazihi eydan beyne ruvatihi ittiraban. Yani bu hadisin lafzı mı raviler sel birbirine o'xshamaydigan rivoyat qilgan taraf bor. Ba'zi so'zlari o'xshash chiqmaydigan. Bu ma'noda esa ajilishning bir yo'li. Wa mimma wahana bihi al-malikiyun hadith Abi Hurayra radhiyallohu anhu. Endi yuqorida Abu Yusuf Muhammad jumhurning tanlangan dalilini ajizlashtirdi. Nima? Endi Malikilar, ya'ni jumhur Imom Ahmad va Malik Abu Yusuf Muhammadlar dalilni ajiz deb qaramoqchi. Peki içkisi seyyahi var.
Neyse Bukhari Müslim bariz. Ennehu ihtalafa ashabu Qatadata fihi ala Qatada fi zikri sa'i. İstasal abd degan aş cümleni rivayet qilishda bu asli Qatadadanki shogirdlar rivayet qiladi. Va Qatadaning shogirdlari mush so'zni, mush jumlani rivayet qilishda o'xshash rivayet qilmagan. Ba'zi rivayet qilgan, ba'zi rivayet qilmagan mashik. Bu shashimda e'tiroz qildi. Sizlar hadisning bir jumlada shak var. وأما من طريق المعنى عند عقلي دليل جاتنا البيساق فاعتمدت المالكية في ذلك على أنه إنما لزم السيد التقويم إن كان له مال. أن نمشن بون بحالة منشفل كلدكين سيدايمازسا للضرر الذي أدخله على شريكه شريكه زيان كالتر هذا الشريكه يرمسمو mecbur azat olarak etmekçidir. Ondan bu ziyanı uçraydı demek ekan. Vel abdu lam yudkhil dararan. Endi kul eşitmidi. Azat qilgan kishi ziyanlar keltiradi. Lekin pulga biz hech qanday ishab tursa bundan demaymiz deydi. Wa amdatul kufiyin min tariq al-ma'na. Abu Yusuf Muhammadlar aqli dalildan munda dalil keltirdi. Annal hurriyata haqqun shar'i la yajuz tab'iduhu. Bu şeriat belgilayotgan bir haq bu. Uni qachilik bo'lmaydi. Bir nafsni qachilik bo'lmaydi. Fa idza kana ash-sharikul mu'tiqu musiran ataqal kullu alayh. Azat qilgan kishi bayolab qolsa, to'liq azat qilish kerak. Va in kana musiran kambag'alab qolsa, sa'al abdu fi qimati. O'zining shu yerim qismini azat qilish uchun pul ishlab berish kerak. Va fihi ma'a hada raf'un lid-darar dakhil ala ash-sharik. Endi pul ishlab berib qolsa, shirkka kelgan ziyonnimi bir taraf qilayotgan bo'ldi debdi. Va laysa fihi dararun ala al-abd. Ishlab bersa, pul ziyon o'shmaydi. Va rubbama ataw bi qiyasin shabahi. Balki bular bunda qiyas shabahini aytish mumkin. Qiyas shabahini biz nashatunda o'tib qo'yib, qiyas shabahi. Biz ma'fiqda ishlayotgan qiyasul alla. Qiyas shabahi degan mana sirtlik ko'rinishdan asrab o'xshab qolgan tarafga o'slangancha qiyas ekib qo'ysak, bu qiyas shabahi. Qarab duo qilish degandek. O'zi qiblaga qarab namoz o'qishsa keyin maytnimda yarmi qo'ygan chog'da qibla qarab qo'yash degan gapni yoki qo'yni bo'g'izlagan chog'da qiblaga qarab bo'g'izlash degan gapni qiyas qilsak, qiyas shabahi. Bu eng ojiz qiyas. Bularni bunda bir ojiz qiyasni dalil ekib chiqish mumkin. Mesela, bulunda dedi. Lemma kana al-'atq yujadu minhu fi ash-shar'i naw'an. Unda kul azat qilish bu shariatda ikki turli shaklda bartiradi. Naw'un yaqa'u bil ikhtiyar. Bir qismi ixtiyoriy azat qilish va huwa i'taqu sayyid 'abdahu ibtigha'a thawabillah. Allohning rozini ko'zlab bir xo'jayin o'zining qulini azat qilib qolsa, o'zining ixtiyoriy qilgan azat qilish bo'ldi. ونوع يقع بغير اختيار يعني bir türe ixtiyorsiz yani mecburi bulduğun azat qilishdir deydi. Ve huwa an ya'taqa ala sayyidi man la yajlahu bi shari'ati mulku. Şeriatda sen ega bo'lmaysan bunga deydigan odamni bo'lib qolsa, mecbur azat olib ketadi. Biz bu aytib o'tamiz, dadasi anasini setib olgan bo'lsa, u mecbur dadasi anasini o'zining mulki qilolmaydi, mumkin emas. Vajiba unda bo'lgan ekan, unda ikki turga ayrilgan ekan. Vajiba yakuna al-'atqu bis-sa'i kadalik. Yani ishlab berib azat qilishmi, endi ikki turga ayrilish kerak deydi. Yani ishlab berib azat qilish degan ikki turga ayrilish kerak. Unda bir tur qaysi esa kitaba. Fakatibun degan turag'o. Masalan, sen 5 yilda 10 ming ko'da 50 ming ekib qo'ysang, sen azatda to'xtamashgan bo'lsan, bu bir tur, bu ixtiyoriy tur. والذي هو داخل بغير اختيار هو السعي. أما اختيارسız ishlab berish yo'lsa, shu yuqoridagi ahvollarda yerini azat qilgan ekan, bu majburan ishlab berishga shuni tanlamay shart yo'q deydi. Demak, azat qilish ikki turli bo'libdi, ixtiyoriy, g'ayri ixtiyoriy. Ishlab berishmi ikki turli bo'ldi, ixtiyoriy, g'ayri ixtiyoriy. Bunda o'xshab turibdi. واختلف مالك والشافعي في أحد قوليه. İmam Şafii'nin ikki xil قول كبتو. İmam Şafii'nin bir xil qavlda İmam Malik bilan birlekan. Bir qavlda İmam Malik bilan ixtiloflashibdi.
İza kana al-mu'tiqu musiran 50% azat qilgan kishi bayolab qolsa, hal yu'tiqu alayhi nasiba sharikihi bil hukmi aw bis siraya. 50% azat debdi. Deganki bu kishi bayken. Bayolgan shirkining pulisini bir aslan azat qilgan. Şu 50% azat degandan kellan u odam bo'lgan kellan azat qilmagan 50%ga azat shundan o'tib ketamdi. O'tib ketamdi yoki buni hokimning oldiga berib, "Ha, sen 50% azat qilgansan, sen baykansan" deb 50% tarafini shirkinga bergan, shirkin norozi qilgan, ma'qul azat qildi. Hukm chiqarsa, uni azat qilamdi. Ma'nosida tabish qildi dedi. Yani أنه يسري وجوب عتقي عليه بنفس العتق. Mana. Yerimini azat qilishlar bilan uning yana yerini otomatik shunda azat bo'lib ketadi yoki hukm qilgan chaqdan azat bo'ladi demoqchi. Faqalat ash-Shafi'iyya yu'taqu bis-siraya. Uzligidan lam azat. Yani siraya degan azatlik ma azat qilmoq o'tib ketadi. Yurishib ketadi. Wa qalat al-Malikiyya bil-hukm. Malikiye hüküm kıysa Hazahan'ın andın azat bulunur. واحتجت المالكية بأنه لو كان واجبا بالسراية لا سرى مع العدم واليسر. Malikiye de eğer bu 50% azat diyenlik yıldan otomatik azatlık ötekliğinden olsa yerim kısmıға bu kembağal olsun, bay olsun ötekesi oldu. Hadisi bay olsa ötekliğinden kembağal olsa ötmeyi davetçiler var. واحتجت الشافعية باللازم عن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم قوم عليه قيمة العدل. مشو Resulullah muşu sözününki mefhumudin kıldıgan lazımını delil kıldı deydi. Qandaysa faqalu ma yajibu taqwimuhu fa innama yajibu ba'da itlafihi. Bu bahalash denge asli bir adamning haqqini buzib etgan chaqda unda bahalash denge kirdi deydi. Ay shirkning haqqini buzib chizgan bir ish bo'ldi. Nahotki bu haqqni to'lash uchun bahalamamisi deymiz deydi. فإذا بنفس العتق أتلف حظ صاحبه. Yerini azat degan so'zi bilan ashrikininki nasibasini buzayotgandek bo'ldi. فوجب عليه تقويمه في وقت الإتلاف. Undan keyin shu buzayotgan chaqda uni baholash kerak bo'lib qoldi. وإن لم يحكم عليه بذلك حاكم. Hakim baholaysiz endi. U bu demismi baholash kerak bo'ldi shu chaqda. وعلى هذا فليس للشريك أن يعتق نصيبه. Davamiken şirke çokum özünün yerim nesibesini azat kılış gerek emas. Bu ihtiyarlıklı baş. Ama لأنه قد نفذ العتق وهذا بين. Çünkü azat kılış azat hesap bulup ketdi. Yani yerim azat diyendikinden bu azatlık azat küçük iyi olup ketkendek. O şirke yerimini azat kıyson kılmışsın berber dedi. Hadir muşu ve hada beyin degan Şafii mezhebinin qarashini depla ve hada beyin degani Şafii'nin qarashi kuchli o'tmish, Maliki'nin aciz. Ve qawl Abi Hanife fi hadhihi al-mas'alati mukhalifun li zahir al-hadithayn. Ya Abu Hanife'ninki şu tanlashlar dedi, lekin şu tanlashning oxirgi qismini desak, ishga doldi. Lekin oldingi qismi zidmas. بالاتفاق توراة وقد روي فيها خلاف شاذ. مش مسألة يعني شاذ خلافتن بسرواتن يعني شاذ خلاف diyen tabi'lardan vazirlardan biz chiqib boshqa bir gap paqal bo'ldi dedi. Faqila an ibn Sirin Muhammad ibn Sirin ga mustabi'dan bunda bir qarash ketdi. Innahu ja'ala hissata ash-shariki fi baytil mal. Yerini azat qilib tutsa ashirikning haqqini shirk bermaydi azat qilgan shirkka baytul mol to'laydi dedi. Vaqilan Rabi'a Imom Malikning ustozi Rabi'atul Ra'i. Bunda bunda bir qarash rivoyat qilinibdi. Fiman ataqa nasibalahu fi 'abdin anna al-itqa batil. O yerimini 3dan birini azat qilsa bekor, inovatsiz. Bu gap hozir hadislar aniq bunisiga xilof qol. Hadisda man ataqa shaxsan lahu degan gaplarni esa xilaf qiladi.
وقال قوم لا يقوم على المعسر الكل hammaga qo'lda pul bo'lmagan kishiga pulning hammani unda baholab undan o'tmaymiz. Va yanfudul itqu fima a'taqa. Azod qilgan qismi azod bo'lib ketgan bo'ldi. Lekin qolgan qismini biz baholab o'tmaymiz debdi. Hammani berilmaydigan bo'lsa, uni baholab uni to'lagan demaymiz deydi. Bu chaqda 50% azod qilgan, 50% azod bo'lgan bo'ldi. وقال قوم بوجوب التقويم على المعتق موسرا أو معسرا ويتبعه شريكه. بعضنا يرمي azod qilgan kishi boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, zaten baholash lozim. Ondan shirka aqlni bag'ida pul tutadi. Mesela 100 bin ko'ylukning 50 bin ko'yluk haqqini azod qiladi-ku. Shirka 50 bin pulini berdi. Ishkelenning shirk qo'llansa azod qilib o'tadi. 50 bin ko'ylukni berdi, pul tutgan. Yani boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin pul tutadi debdi. Pul tutishi lozim degan, vojib debdi. وسقط العسر في بعض الروايات في حديث ابن عمر. ابن عمر radhiyallohu anhu yuqorqi hadisida usr degan so'z tushib qolgan dedi. Yuqorqi rivoyatda usr degan gap yo'q, ammo ba'zi rivoyatda ketdi, ba'zi rivoyatda kelmadi. Yuqorida ittirob rivoyat degan ittirobul alfaz degan gap shu. Ba'zi rivoyatda usr degan so'z bor, ba'zi yo'q. وهذا كله خلاف الاحاديث. مشهور خلاف شاد Rabi'a ibn Sirin va shu qavmdan kelgan qarashlar mesela inovatsiz. Nima uchun? Sayyidga ziddan gapirdi. Va la'allahum lam tablughumul ahadith. Balki ularga mushahidlik yetmagan bo'lishi mumkin. Sayyidlar. Va ixtilafa qawl Malik min hada fi naw'in. Imom Malikning mushu turli masalalardan bir masalada qarashi o'xshash chiqmay qoldi. Chiqil qarashlar qoldi. وهو إذا كان معسرا فأخر الحكم عليه بإسقاط التقويم حتى أيسر. Bu mesele qaysi etse quldagi 50% haqqini azod qilib o'tdim. Yani shirkiga pulini to'lab bersa, kambag'alkan. Shunlar bizdan boy bo'lgan qadar baholamay turildi buni. Sen pul topgancha baholab birasa deyilib qolsa, faqila yuqawwam va qila la yuqawwam. Keyin uni baholaymiz debdi, baholamaymiz debdi. Yani kechib turilgan ahvolda ba'zilar baholaymiz debdi, ba'zi baholamaymiz debdi. Lekin buni qanday hal qilamiz? Bu to'g'rilik yo'q. Albatta unda yuqawwam desa, shu bahol bilan pulni bir o'tib to'ytimiz. La yuqawwam deganga asosan bu qanday bir taraf pulni o'tsa, aqlni qanday birdi o'tmagan. Wattafaqa al-qailuna bi hadhihi al-athar. Anda şu yuqorida sayyidlik tayanganlar jumhur deydi. Bu ittifoq keldi. Ala anna man malaka bi ikhtiyarihi shakhsan ya'taqu alayhi min 'abdin annahu ya'taqu alayhi al-baqi in kana musira. Endi ba'zi yakun tutqanlarni setib olgan taqdirda majburiy azodlab ketadi. Mesela anısını tuluk almayı bu. Tuluk alman olsa otomatik azadlığa gitti. Yani anısı tuluk almayı anısının 3'ten birini ya yerimine sedi oldu. Şirk sedi oldu. Kol ilgili bakken. İmkanı muhsiran degan kol ilgili bakken. Unda olanken 3'ten birini sedi olgan olsa, kol ilgili kalgan 3'ten 2 kısmını beradigan olsa 100% azadlığa gitti, doğru değil. İlla ida malakahu vecin la ihtiyara lahu fi. Fakat bunda bu ihtiyari setvalib emas, mecburi qul ilki kirib qolgan bo'lsa, bu chaqda bunun qolib qolgan qismi azod bo'lmaydi. Mecburi qo'lga chirib qilish qaysa miras topdimiz. Bu bazavir bunda o'z ixtiyorida setvalib yo'q. Shundan to'sa bir miras qo'lga kelib qoldi. Shu mirasning ichida o'zining onasi vakil qul. Wa huwa an yamlikahu bi mirath. فقال قوم يعتق عليه في حال اليسر. Bazıları bu bayolab qalsa qolgan qismini to'lab bilan 100 azod qilish kerak anasini. Va qala qawmun la ya'taq alayhi. Bazıları yo'q, u qolgan qismi azod bo'lmaydi, o'zi setgan qismi azod bo'ldi bas. Va qala qawmun fi hal al-yusr bis-sa'ya. Bayolab qalsa ishlab berish orqali to'liq azod bo'lib ketadi. Yani boshqalarga ishlab berib
Anamның yerimini мәсҗид алган, anam болған кен азатлык етерме? Енді yerimі сінің ақылдары, bu сінің разы болыш үшін мен işlep berip anamni azatlay desi bo'ldi deydi. Va qala qawmun la ya qusaylan bo'lmaydi demoqchi. Va idza malaka sayyidu jami'al 'abd fa'ataqa ba'dahu. Amda yuqorqisi boshqalardan shirik bo'lgan qulning gapi, mana hozir o'zining shaxsiy mulki ekan bu. 100%. Ash o'zining qulining yerini azat tutdi. مش قلمنك يرمى ذاته فجمهور علماء الحجاز والعراق مالك الشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن وأبو يوسف يقولون يعتق عليه كله 100% azat olib ketdi. Yani aşının hisobı ya'taq alayhi degan aşının hisobiga azat olib ketdi. O'zining qo'lidan turib sen yerim o'n azatdir. Bu o'zining qo'liga boshqaning sherik emas. Lekin 100% azat olib ketdi. وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر يعتق منه ذلك القدر الذي عتقه ويسأل عبده في الباقي 50% diyamiz yerimi degan bo'lsa, yerim azat turdi, yerim uchun ashqul xo'jayini ishlab turib rozi bo'ldi. Abu Hanifa bilan Zohiriyya. Va u qavli Tavus va Hammad. Bu ishga tabi'inning qarshi ekan. Wa 'umdat istidlal al-jumhur annahu lamma thabatat as-sunnah fi i'taq nasib al-ghayr 'ala al-ghayr li hurmat al-'itq kana ahra an yajiba dhalika 'alayhi fi mulki. Boshqaning haqqi chekib qolgan taqdirda yana shu bu azat qilish degan, pul azat qilishning insonning haqqi hurmati uchun majburiy 100% azat bo'lib ketgan bo'lsa, masalan shirik qildimi 50% azat qilgandan otomatik bu 100% azat bo'lib ketishga mang'o shirikni rozi qildi deydi ishlab baytdi do'qmasin. 100% yana azat bo'lib ketib qolsa, albatta o'zining mulkidagi qulluq qilsa, albatta 100% azat bo'lib ketish kerak. وعندت أبي حنيفة أن سبب وجوب العتق على المبعض العتق yerimi azat bo'lib ketgan kishining to'liq azat bo'lib ketishining sababi va darar daxil ala shirik. Shirkga ziyon kelganlikdan bo'lib qolgan. Fa in kana zalika kulluhu mulkan lahu lam yakun hunalika darar. To'liq o'zining mulki bo'lib qolsa, u ziyon tortgan shu. Va yuqorgi masjidda shirkga ziyon o'shirib ketdi dedi. Hozir masjidda ziyon o'shirgan shu. Fa sababul ikhtilaf min tariq al-ma'na, mazmun tarafdan بأثرت من سبب المالسك هل علة هذا الحكم حرمة العتق يعني مش حكمنا اللي تازر azat qilishning haqqi hurmati jihatdan bilamdi yani azat qilishning biz parchaga olmaydigan bir narsa bu shunda bir ulug' narsa inson degan shunda bir ulug' buni parchasida azat degan ulug' parchada hamma tarafiga bu azat o'tib ketdi to'liq azat bo'lib ketdi degan gap bu yerda ana la yaqa'u fihi tabad yani parchaga olmaydi degan gapmi au madarratu shirik yoki shirkiga ziyon bo'lib ketdi deb u chog'da azat qilayotgan muhtoq degan masala bir taqildi deydi. واحتجت الحنفية بما رواه إسماعيل بن أبي عن أبيه عن جده أنه أعتق نصف عبده. Hanefi mezhepçiler مش رواية دليل خطون. مش رواية İsmail'ninki çoğun dadısı özünün kulunun yerimini azat tutken. Falan mümkün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkahu. Resulullah onun gayesine başka itiraz bulunmakta. Tuluk azat olarak etti bu demekti. Yerim azat olmasa yerim azat olaptı. Depti. Unda olurken tuluk azat olarak etmeydi o demekçi. Lekin bu hadis bazı alimni sevdiğen bozun, bazı alimni aciz edip bırakan. Şunun kitabın aslında koygan bu. Bazı alimni sevdiğen bozun, bazı aciz diyen hadis. ومن عمدة الجمهور ما رواه النسائي وأبو داود عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من هذيل أعتق شخصا له من مملوك فتمم النبي صلى الله عليه وسلم عتقه منه. Bunlar da birisi kulunu azat tuttu, bir kuldaki nesibisini azat tuttu bir kısmını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona tuluk azat kılarkende ve kâle leyse lillahi şerik Allah Teala'ga da şirk yok. Allah Teala için bir kulunu azat kıldı. Belki onun yerine Allah Teala
Şunu azatlovana yerime başkasının kulu. Yani bu kulda hazır. Kulda Allah Teala yani bir malik işkeylem, yani bir hocayın şirk yapar, hocayın bulup var. Allah'ın şirk olmaydı bu kul aşı, Allah'ın kulu olduğu demek için. Lekin bu manda sen acıza hadis buluşun. Seyret tamam. İşkelesi mürseldir. Demek işkelesi de sahih ya ki aciz denip bağa dislen. وعلى هذا فقد نص على العلة التي تمسك بها الجمهور وصارت علتهم أولى. Demek müşahedesi hazır. Muşu azat qilish degan bir insonni qarshiligi bo'lmaydigan narsa degan illatni müşahedesi aniq bayon qilgan bo'ldi dedi. Yani bir insonning yerimi azat, yerimi qul şekilde mümkün emas. Çoxum u 100 azat bo'lishi kerak degan bir masalani oydinlashtirib qo'ydi hadisda. Bayatın illet demezse mesela hürmetul etkumu ya ki madarrat şerik mi diyen. Hürmetul et diyen bu azatlıysken insan var azatlıys bir uluğ neyse bunun da parçalar nokta olmaydı. Bir parça azatlıyan kıllan başka kısmına azat ötek gidiyor diyen nasıl. Ma cumhurun delili olan bu şey isterler. العتق لا يتجزأ ديان مثلنا إن دبوا يدين وصارت علتهم أولى نوعا كان وجمهورهم كانوا علته أولدن أورندو تردو لأن العلة المنصوصة عليها أولى من المستنبطة شك حديثة إنق دبوا إلا ونودا سوزب استنباطلب çıkaran illetten أولدن أورندو تردو bizden illetimiz mana hadisde aniq keldi dedi. Fasalu ihtilafihim ta'arudul athar fi hadal mal. Undan ekan ular qilishda tartishishning sababi musha haqq kelgan hadislar bir-biriga zid keldi. İsmail ibn Umayyan hadisi bilan Abul Malihning hadisi kelib qoldi dedi. Va ta'arudul qiyas muz kelib qoldi. Wa amma al-i'taq alladhi yakunu bil muflati degan şu bedenini yani kesiş yani kulna edepler bedenini yani kesip kızınan hocayın olup kalsa kazın aldığı varsa kulun azatlık getirip lan mecbur azatlık olur. فإن العلماء اختلفوا فيه. Bunun alimlerin karşı oluşmaz. فقال مالك والليث والأوزاعي من مثل بعبده أعتق عليه. Bunlar da kanda bir hocayın kulunu üye kesip qiynab qalsa mecbur o azatullah quldan chiqib qoladi debdi. Va qala Abu Hanifa va Shafi'i la ya'taqu alayhi. Uning hisobiga azatullah ketib qolmaydi. Azatullah quldan chiqib qolmaydi. İmam Ahmad mo shu Abu Hanifa va Shafi'idan billah. Wa shadda al-Awza'i fa qala Awza'i shaz bir qarashni yaqilab debdi. Man mattala bi 'abdi ghayrihi U'tiqali. Özünün varsa başka bir adamın, başka bir hocayının pulunun bedenini uyarıyanı kesip kalsa, aşı adamın, kesken adamın hesabına azatılıp gidiyor. Yani kul azatılıp gitti ama bunun pulu ne? Eski hocayının puluydu demek. Vel cumhur ala ennehu yadmanu ma naqasa min kıymetil abd. Yani cumhur bu la ya'taqali diyen ama azatılıp gitmeyi diyen. Azatılıp gitmese Buxoroyni kesib o'ynab bulamdi desa ya aşının kesiletken bedeninin qimmatini to'laydi. Mesela birisining kulining buni kesibmiz. Andikan buni biz baholaymiz. Bu kishining buni ya bir qo'lni kesibdi. Qo'li necha pul yaraydi? Manchqul. Shuni to'lab beramiz. Unda shu bedenining qimmatini baholashda qanday baholaydi? Aslında bunu sakalık bir bağlap, aslında puçkalık bir bağlap, usulü farkından desek aşır kesiltilgen bedeninki, azasınınki kıymet çıkıyor. Ya o kullanılması bu diyet olmaydı. Şu bahas oldu. Bunu mal hesabı koymaydı. Femalikun men qala bi qawlihi İmam Malik ve İmam Malik'nin karşıda boğanlar Leyth ve Evza'i qatarlıqlar يعتمد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. Bular müşahedisке tayinipti.
Azatullah gidiyor diyene. Enne zimba'an vecede gulaman lehu ma'a cariyetin. Zimba diye kişi bir kulunu, oğul kulunu bir dedikülen bile tutuyordu. Eğleninde bile bulağı kançalık tutuyorlar gibi. Yani kullar adatta şu dedikülen onda. Onda içine kıptırdan. Bu tutuyordu. Tutuyordu açık gider. Yani bu dedekke hocayın yakın kaptırdan dedek. Yani hocayından onda has dedeke. O kuldun birisi yakın kaptırdan iken açık gider. Faqata'a zekerahu. Öğretini kesip tutunu. Veceda'a anfahu. Bunu kesip tutunu. Fa'atan Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fezekera zâlike lehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuru kılıp aşığını deptu. Munda iş buldu. Faqala lehu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma hamalaka ala ma fa'alta. Munda kıldı dep Resulullah'ın huzuru kepti. Neymiş munda kıldı? Munda kılmayttan aslında. Faqala fa'ala kaza ve kaza. Bu munda usul işini kıldı masma. Şu açan kıldı. Faqala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem izhab fa anta hurrun. Demek Resulullah kul depti. Bedeni kesip ketken kulga bu vakalıkını anlagandan keyin bo'lsang ketaversan erkin bo'lib ketgan. Xo'jayin o'zidan qanday ketaversan sen erkin ko'r bo'lib ketgan debdi. Bu Amr ibn Shuayb an abihi an jaddi degan mushu sanad bilan kelgan hadislar ko'p uchraydi. Bu ko'pincha ba'zi olimlar ojiz deydi, ba'zi olimlar hasan deydi. Lekin ba'zi bir shavoid, ba'zi başka rivayetler cırlandırılan bolsa hasan derecesindeki rivayet oldu. وعمدة الفريق الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه. Kimki o'zining qulini kachatlab qolsa yoki urib qolsa, uning kaffarati uni azod qilishdir degan rivoyat ekan. Bu Sahih Muslimda kelgan rivoyat. قالوا فلم يلزم العتق في ذلك. Mana kaffaratni azod qilish dedi. Degan azod qilishing kerak demadi. Yani azod bo'lmaydi degan gap ma'qul. Va inma nadabalayın degan hamda mustahab, yaxshi degan gap. Lekin cho'qim azod bo'lib ketadigan gap yo'q demoqchi ekan. ولهم من طريق المعنى عند عقل دليل جاءتن بلا تينغنا أن الأصل في الشرع هو أنه لا يكره السيد على عتق عبده إلا ما خصصه الدليل. Xo'jayin o'zining qulini azod qilsa majburlanmaydi shariatda. Faqat ayrim bir dalil kelib qolgan bo'lsa maylidir. Wa hadith Amr ibn Shuayb mukhtalafun fi sihhatiha. Amr ibn Shuaybning hadisi juqurqa Sayımız deb hadis olimlar o'tirda ixtilof bo'lgan hadis. فلم تطلب من القوة أن يخصص بها مثل هذه القاعدة. من مش قاعدة ناجح مستحكم قاعدة. Arablarda xo'jayinning quli majbur o'zi xohlasa o azodlik qilish yo'q. Faqat ayrim bir dalil kelib qolsa shuni hisoblaydi. Unsa ayrim dalillar akagan bir rivoyat Amr ibn Shuayb nomida. Sayyamas deganlar bor. Ularga ilzom qilmaysan, tanmaysan. Davonga shu qoidani hozir taxsis qilib o'tmaydi deydi. وأما هل يعتق على الإنسان أحد من قرابته يقين تقلرنا ستولب قاسا فيقين تقلره أوتوماتيكا شندا أزدلك تندوا مثلا tağısının balısını aldı ya akısını setip aldı bazarda. Bir tutkunu geçti. Tukkununu bazardan setip aldı. Uçadı bu tutkunu kan boğallıklarla otomatik azadılıp ketmemdi. Ve in ataqa femen ya'taq. Eğer azadılıp ketip kalsa kanda tukkanla azadılıp ketdi. Kanda azadılıp. Elbette tukkançılıktan olsa neçe derece. Yakını var, jırıkı var, bekrek jırıkları var. Cumhuriyet'te tukkanlı var. فإنهم اختلفوا في ذلك فجمهور العلماء على أنه يعتق على الرجل بالقرابة. Köpçük alimler tuqqanchilik bilan zot azod bo'lib ketish ishi bor. Hozir masalaning tigida yildizimizda tuqqanchilik bilan azod bo'lib ketish bor yo'qmi desa ko'pchilik olim bor edi. İlla Davud va ashabahu. Faqat Davud az-Zari va uning
şagirlere bular tuqqanchilik bilan azatılib ketishdi. Çekidin buni inkar qildi. Fa innahum lam yaraw an ya'taqa ahadun ala ahadin min qabl qurba. Yani tuqqanchilik jihatdan bir odamning hisobi bilan azatılib ketganish yo'q. Vallazina qalu bil atqi, biz davzar qo'yiblar. Azatılib ketdi degan jumhur bilan bulaylar asal. Bular ixtilafu fiman ya'taqu mimman la ya'taq. Qanda tuqqan bo'lsa azatılib ketadi, qanda azat olmaydi. Buni belgilashda ixtiloflashdi deydi. Ba'd ittifaqim ala annahu ya'taqu ala ar-rajuli abuhu wa waladuhu. Aldılar dadisi ya balı solab qalsa o'zligidan azatılib ketadi deganda ittifoq bo'lgandan keyin uningdan boshqa tuqqanlarda ixtiloflashdi. فقال مالك يعتق على الرجل ثلاثة. İmam Malik bir kishi 3 turlik tuqqanni setib qalsa o'zligini azat bo'lib ketadi. Birinchisi ahaduha usuluhu. Usul degan ajdodlar deyiladi. Wa humul aba'u wal ajdad wal jaddat wal ummahat wa aba'uhum wa ummahatuhum. Anisi, dadisi, zaman ve anisi, dadisining dadisi, anisi ve buğuları, mumayları, şular. Ve bil cümleti kullu men kârâhu alel insan ülâde. Yani şu kişi aşular tarafından türelgen bozlar, şu haklar zaten şu usul hesaplanır. Neçe avlat boğusu olsun, çoğun anısı olsun, dadısının anısı, anısının dadısı, kanda olsun, aşular, ata anılar ve boğular, şular azat olup gidiyor değil. Dadısı kalmasa azat boksu derdik. Dadısı bağımsız. Mana. Ve thani furu'uhu. İkinci onun evlatları. Ve hum el-abna'u vel-banatu ve veladuhum ma safulu. Demek nevri çevri evri hemmasını özü çıkarıldı. Ve sevan fi dalika veladul banini ve veladul banat. Demek bu mirasta oğulning farzandlari bilan qizning farzandlarini ayiradigan ish. Miras ahkamida ayirdi. Lekin mayada ayirmaydi. Ve bil cümleti umuman qilib esa kullu man lirrajuli alayhi wilada bighayri tawassutin aw bitawassut. Demak şu kishining kuchtidan bo'lgan, şu kishi tarafidan to'ralgan balla bo'lib qolsa, bevosita olsun ya o'ttirda yana bir balısının balısı, nevrisi olsun, hemmesi şunun içerikte doğru. Bekara olunca, oğal olsun, kız olsun. Peki mirasta oğal kız, ya kızının balısından oğalının balısının tarafından işte var. Ve thâlisu el-furu'un müşârikatu lehu fi aslihil qarib. En yakın aslı olan dadısı ve anısı da birle tutaşkan tuqqanları. Ve hum el-ihva. İşte tuqqanlar. وسواء كانوا لأب وأم أتا أنس بربوغان شقيق olsun, قرندش olsun, قندش olsun, وشاش أو لأب فقط. dadı bir, anı bilek olsun, dadı bir, anı bir olsun, emmesi قرندش olsun buldu. Aşulan setolup kalsa otomatik azat olup gidiyor. أو لأم فقط. Ya ki anı bir olap, dadı başka olsun وشاش. واقتصر من هذا العمود على القريب فقط. أنه مشو إخوة يعني برتورك دسك مش برتوركتن أن يقنك بردرجة قبل الله بولد قدره. مثلا usul الفرادة نتج أولاد üstümülüp gelsin, netice öyle töylep gelsin, hemmesini gen. Mağda aşı müstükallar lan, müstükallarının ballarını özü yaşamadı. Felem yucib itqa benil ihvanı. İhvadan o ballarını alamaydı. Karindişinin balısını setolup kalsa azatılıp etmeydi demek ki İmam Malik. وأما الشافعي فقال مثل قول مالك في العمودين الأعلى والأسفل. Dadisi ve perzenti, ata boğuları ve perzentleri diyen iki türekte İmam Malik'le okşaş gap kıldı. Ve khalafahu fil ihvati felem yucib etqahum. Lekin qarindoshlik kelgan chaqda qarindishini setavasa azatulib etmaydi turib. İmam Malik qarindishini setavasa azatulib etmaydi, qarindishining balini setavib qolsa azatulmaydi degan. Ve amma Abu Hanifa fa awjaba itqa kull zi rahmin mahramin bin nasab. İmam Abu Hanifa
nasabjatın tuqqan bo'g'allam adam bo'lib qolsa, lekin mahram darajalik bo'lsa deydi. Masalan, birisini er, birisini ayol deb faraz qilsak, mahram bo'ladigan bo'lsa, nikohlanadigan bo'lsa, o'zi to'lab ketadi deb. Masalan, kal'am, tag'isi, g'ammisi, val xol val xola va banatul akh degandek. Wa man ashbahahum mimman huwa min al-insani dhu mahrama. Shunga o'xshash, shu kishiga birisini erkak, birisini kishi deb qolsak, mahram bo'ladigan bo'lsa, shu darajalik tuqqanlar hammasi o'zi to'lab ketadi deydi. Unda da avvaliga bir kirpasa, inigan situasyon aslında. Ha? Azıcık. Ve sebep ihtilaf ahli zahir ma'lum. Amda biz mesela attiği qaytagan tuqqanni situasyon azat bulash bulmas meselesi. Bu cumhurlar adı zahirlar ixtiloflashib qolgan. Meselenin ayttigida ixtilafun fi mafhumul hadislar. Bu yerga qarash tartishning sababi shu sayyidninki mafhumida bo'lgan ixtilofdan keldi. Va bu qavlu sallallohu alayhi vasallam la yajzi waladun an walidihi illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Hamda ota degan ashunda qadr qimmatlik kishi. Ota shu farzandning dunyoga kelishga sabab bo'lgan, tamom. Ana dadning shu insonni shu dunyoga kelishiga sabab bo'lishdan iborat bunda bir fazilatli qarta, bu bola shu yaxshiligini qanday qaytara oladi desak, faqatdan dadisi pul bo'lib qolgan ahvolda shu dadisini setilib o'zib qo'ysa, dadisining ma bolasi degan yaxshiligini qaytara oladi debdi. Tabi hadis bor, anamning unda ujdib tavakkul qilsam, anamning haqqini ada qilgan bo'lamizmi degan savol yo'q degan, tamom. Va qarajo Muslim va Tirmizi va Abu Dawud va g'ayruhum. Bu sayyidisga mana. Bu sayyidisning olgan tuxumda ixtiloflashib qoldi. Jumhurning da yufam min hada annahu idha ishtara wajib alayhi itqu. Yani bu hadisning bunda mazmun chiqdi. Dadisini pul olib setib olgan bo'lib qolsa, darhol o'zib qilib kerak degan gap chiqdi hadisda. Va annahu laysa yajib alayhi shira. Lekin setilish kerak degan gap chiqmaydi. Setilib qolsa, o'zib qilishing kerak degan gap chiqdi. Zahiriylar debdi, al-mafhum min al-hadis annahu laysa yajib alayhi shira'uhu. Bu hadisdan qo'y setilishing kerak emas degan gap chiqdi. Yana o'zib qilishing kerak emas degan gap chiqdi. Yani setilib qolsang azab qilishing kerak emas degan gap chiqdi buni. Ha, yaxshilikni qaytaray deb qolsang, ashunda azab qilaversan, qaytgan bo'lsa degan gap, lekin cho'qim azab qilishing kerak degan gap chiqmaydi. Mana hadis sahih. Lekin ish qilib قالوا لأن إضافة عتقه إليه دليل على صحة ملكه. azab qilsa degan gapni fayu'tiqahu da. Azat qilsa andin dadisining haqqini ado qilgan bo'ldi dedi. Azat qilsa degan gap o'zi, buning mulki bo'ladigan bu dadisi degan gap ma. Mulkimiz azat qilsa degan gap bo'lmaydi. Atama adamda ijbariy vojiblar chiqqandan do'stlar. Zahiriyni shunday debdi. Lekin bu zahirning qarishi bak aziz bo'ldi. Walau kana ma qalu sawaban لكان اللفظ إلا أن يشتريه فيعتق عليه. Agar jumhurning degan gapi to'g'ri bo'lgan bo'lsa, yani avtomatik azatga kizu degan gap, hadisning lafzi bunda bo'lishi kerak. Illa an yashtariyahu fayataqu alayhi bo'lishi kerak deydi. Fayu'tiqahu da kelmaydi. Wa umdatul Hanafiyya ma rawahu Qatadatu an al-Hasan an Samurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi wasallam qala man malaka da rahmin mahramin fa huwa hurrun. Yani bi mazhab mushadisni dalil qildi. Al-Hasan an Samurah bu sanadni to'liq takrorlandi. Bunda hadis olimlarining ustida 3 xil qarash bor. Hasan Basri Samurah ibn Jundub yoki Jundab chiqirdi, talaffuz qilindi. Mush sahobadan hadis olganmi, olmaganmi degan masalada 3 xil qarash bor. Birisi olgan, birisi olmagan. Birisi haqiqiy hadisni muqasbi hadisni olgan, birisi olmagan. وكأن هذا الحديث لم يصح عند مالك والشافعي. Lekin bu hadisda mana Imom Malik va Shafi'dan saymas deb turibdi. Yani bu hozir mavsul emas, Hasan Samurah bilan uchrashmagan hadis, anglamagan deb turolmoqchiman.
وقاس مالك الإخوة على الأبناء والآباء. İmam Malik qarındaşını usul vel furu' aşını qiyas qılıbdı deydi. ولم يلحقهم بهم الشافعي. İmam Şafii ular qiyas qılmadı. İlhaq degan şeydə qiyas. واعتمد الحديث المتقدم فقط. Yuqorqi hadisni ham asas qildi. Shu la yazi waladun an walidi degan. وقاس الأبناء على الآباء. Atalarni farzandlarga qiyas qildi. Lekin hamda yuqorqi hadisni ilib aytsak Hasan an Samura anlamagan desakmi bu hadisni Hasan Basri'dan boshqalar marfu holatda rivoyat qilgan ahvol bor. Ya'ni shavohid bor. Undan bu sal jallanib sahihlik darajasiga yetib qoladi. وقد رامت المالكية أن تحتج لمذهبها بأن البنوة صفة هي ضد العبودية. عند المالكي مذهب كلمة من كشف بختار كشف من دا في ورن بختار رامت يعني كذب بختار. Yani özünün mezhebine manda bir delil keltirmekçi bulup kaldı. Şimdi tu beyanlar bunuva sıfat hiye dıddul ubudiye. Bu balılık diyen bu ubudiyetki zıt kılgan sıfattır. Balılık diyen ubudiyetki zıt kılgan sıfattır. Ve ennehu leyse tectemi'u ma'a. Bu balılık olan kulluk cem bulanmaydı. Liqavlihi ta'ala ve ma yenbaghi lirrahmane yettekhire veleda. İn kullu men fis semavati vel ardı illa atir rahmani abda. Muş ayetini delil qilib bu surati Maryamdagi İsa alayhissalomning Allohning bolasi emasligini isbotlab kelgan oyatlar. Muş ayetni delil qildi. U iloh bo'lgandan keyin u farzand degan narsa bo'lmaydi demoqchi. Ve hadi al-ubudiyya hiya ma'na ghayr al-ubudiyya allati yahtajjuna biha. Hozir mush qulluq deganimiz ve hadi al-ubudiyya degan mush jumla İmam İbn Rüşd'ning Malikilarga qilgan raddiyasi boshlanmoqda. Malikilar hozir bu bunuva ubudiyatga xilof. Otomatik azatlar ketadi, tamam? Hozir mush oyatni dalil qildi. Hozir mush oyatni dalil qilganligiga raddiya beradi. Bu faqatdan bu munosib yo'q buni. Chunki mana bu ubudiyat degan u hozir ma xo'jayin va uning quli deganligi ubudiyat bilan boshqa munosabat bu. Ma iloh va bandichilik munosabati ma bu. Fa inna li ubudiyatun ma'qulatun. Chunki mana xo'jayin va uning quli degan gap bu biz uni tushunib yetadigan, biladigan qulluq masalasi. Va bunuva ma'qulan. Dadbollik munosabatini biz tushunamiz. والعبودية التي بين المخلوقين والمولاية هي عبودية بالشرع. عند المخلوق لا خالقنا أبترك مولا إيجا بندلانın إيجسلم بوغا مناسبة جو والشريعتنكي كل قدن عبارة لا بالطبع و إنسانın tabiatı الله منظلم ما درسيكم ما بالسيكم ده يا ما كلكم بنقول الناس ماشي Şeriat belgilegen narsa. Yani bilvada, yani bilvada degan şeriat bekitgan. O'ziga shunday bir udul gap bo'lgan emas. La majala lil aql. Aql buni tushunib aytilmaydi. Ibodat degan shunda aql buni tushunib aytilmaydigan. Bunda bo'ladi desa bo'ladigan narsa. Kama yaquluna fiha indahum. Yani ahli kalamlar shunday gapni qildilar. Wa ihtijajun da'if mana. Bu Maliki mezhebininki muş ayetini delil qilishi aciz. Ve innama arada Allah Teala ennel bunuvvete tusavul ubuve fi cinsil vücud ev fi nev'ihi. Çünkü Allah Teala maksat qilgani bu farzandlik münasebeti degan insonning dunyoga kelish masalasida balaliq atılıqqa teng qilgan narsa barobar qildi. Ya'ni annal mavjudayn alladayni ahaduhuma abun wal akhar ibnun huma mutaqariban jiddan. Ya'ni mush bab bo'lgan dadillar farzand bularga yaqin bir tuqqan demakchi. Hatta nava imma yakuna min naw'in wahid aw jinsin wahid. Yani bular bir turdan bek yaqin bo'lganligidan buning turi bir bo'ldi degan gap bor. Ha? Davulda Allah Teala'nın farzand olup kalsa, bulması
ilah oldu. Demek balı deyin gap, yani bir ilah var deyin gap çıkıp kaldı dedi. Çünkü dadılar balı şunda bir yakın bir türden buluş gerek olan bir cins bu dedi. وَمَا دُونَ اللّٰهِ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ فَلَيْسَ يَجْتَمِعُ مَعْهُ سُبْحَانَهُ فِي جِنْسٍ قَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ. Allah Teala'dan başka bütün barlık mesele Allah Teala'dan bir cinsde cem bulup kaldığı mümkün emez. Cins qarib ve ba'id mantığının gapları ama. Bel tefavut beynehuma gayetut tefavut. Belki o Allah bilan mahlukların o'rtasidagi o'xshamashlik bu butunlay faqat o'xshamaslikdan iborat. فلم يصح أن يكون في الموجودات التي ها هنا شيء نسبته إليه نسبة الأب إلى الابن. لو كان bu mevcudatın içinde Allah Teala'ga yakınçılığa nispet verilişi, bu dadıdan balını o'ttirdiki nisbetli o'xshab qoldigan unda bir mahluk bo'lishi to'g'ri olmaydi. Bal in kana nisbatul mavjudati ilayhi nisbatul abd ila sayyid kana aqrab ila haqiqatil amr min nisbatil ibn ila al-ab. O balının dadısida bo'lgan nisbatidan bakrak ma qul xo'jayiniga nisbat berilishini desak bu sal yaqin gap qoldi deydi. Bu sallandan yaqinroq bo'linadi. Anna tabaudalladhi bayna sayyid val abd fil martaba. Chunki xo'jayin bilan uning qulning o'ttirdiki orliq naati jiroq. Birisi egiz istashnama bu orliq bak jiroq. Ashaddu min at-tabaudalladhi bayna al-abn. Lekin dadillan balni o'ttirda unda jiroq nasab yo'q. وعلى الحقيقة فلا شبه بين النسبتين. لكن ومالك لا أخشت لك عند شيء نسبة مطلق أخشت لكن لما لم يكن في الموجودات نسبة أشد تباعدا من هذه النسبة يعني خجاين لا قلنا أبتدك مناسبة جرح bunun jirak unda bir nisbat yo'q bo'lg'achqa yani tabaud tarafaya fi sharaf vel qissati duribal misal biya bunun ishkim o'tirnati bisi isil bisi pas bo'lashda orliq bak jirak taraf bak cho'ng bo'lg'achqa maqal tamsil ulab misal urilgan bo'lib ketgan yani nisbatul abdil mana qulninki xo'jayin bo'lgan nisbati ashdan misal bo'lib ketgan narsa. Çünkü iş kısmı oturduğu fark bakıyorum. Bizse ikizde biz pazda. Ve men lahidal mahabbetallati beynel abi vel ibni vel rahmeti ve ra'fati ve şefaka. Hamda atılan oğlunun oturda rahim şefkat, mehrivallık, iş ağırtış diyendek muşunda bir söylege reştisi ba'dab şunu közüp tutqalla ecaz en yakula fin nasi innahum ebna'ullah ala zahiri şeriatı İsa. Hristiyan dininde Ebnaullah bu dediğim anda ibarlı var. Hristiyanların diyen azmı elime değil olan. El-atfal ayyalullah andına Yahudinin nahna Ebnaullah ve ahibba'u diyenler. Bu Ebnaullah deyiştin bula Allah Teala'nın şu cinsteki perzenti de bunu ilah diyenler maksat kılmay Allah Teala şu bendilerin mehr şefkat xuddi balısqa dadı kuyengandek bunda mehr şefkat bilan qaraydigan zat demekçi deydi. Yani muhabbatni ko'z tutqanlar unda iborasi bor Xristianlik. Allah dari shariati İsa alayhisalomning dindagi ba'zi xristianlar shunda ibora surishi mumkin. فهذه جملة المسائل المشهورة التي تتعلق بالعتق الذي يدخل على الإنسان بغير اختياره. Demek bu şular insan ixtiyorsiz azat qilishga majbur bo'lib qolgan ahvollarga munosabatli mashhur masalalardir. Nima yuqorqi Maliki mazhabning bu dalili hozir bu fiqh bilan hech qanday munosabat yo'q. Kalom o'chirishni qo'yib ekan. Nima fiqh bilan munosabat yo'q. Shunda bir akab qildim. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Mushayyiz bo'lsin.